585 proba nima? Uni 583 dan farqi bormi? Nega chet davlatlarda karat so'zi ishlatiladi? O'zbekistondagi tillalarning probasi pastmi yoki sifatida bu muammosi bormi? Bugun sizlar bilan aynan proba va karat mavzusida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Javohir Abdurahmonov. Bugungi videodan keyin sizlarni oltin haqidagi tushunchalar batamom o'zgaradi. Ya'ni sizlar bilan bugun aktual mavzu bo'lgan probalar haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Bugungi videoni oxirigacha tomosha qilsanglar, oltin buyumlarni, ya'ni zargarlik buyumlarni xarid qilishda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini bilib olasiz. Xo'p, sizlar bilan bugungi mavzuni boshlaymiz. Bu proba mavzusini juda ham ko'p Instagram sahifalarimizda ko'rganmiz. Bugun YouTube sahifamizda, YouTube ijtimoiy tarmoqlarda birinchi videomiz bo'ladi va buni to'liqligicha, qo'ldan kelgancha to'liq tushuntirib berishga harakat qilamiz va Instagramga shuncha gapirsa ham baribir ko'pchilik odamlarda tushunmovchiliklar bor. Shu tushunmovchiliklarni ham batamom hammasini yo'q qilishga harakat qilamiz. Proba so'zi nima? Nimaga chet davlatlarda karat ishlatiladi? Bu ikkalasi bir xil narsa, ya'ni ikkalasi o'lchov birligi. Proba ham, karat ham tillarni sofligiga etiladigan o'lchov birligi hisoblanadi. Ya'ni biza masalan og'irligi gram, kilogram ishlatsak, yoki uzunligi metr, kilometrlar ishlatsak, tillarni sofligini, ya'ni bitta qo'lingizda ushlab turgan narsangiz qanchalik tillasi borligini aytib beradigan o'lchov birligi hisoblanadi. Ya'ni uni biza foizda aytmaymiz yoki kilogramda aytmaymiz, ya'ni uni ko'pincha tillada proba deb aytamiz yoki karat deb aytamiz. Proba bilan karat ikkalasi sinonim so'z hisoblanadi. Ya'ni aytilishi ikki xil, lekin bir xil ma'noni bildiradi. Ko'p holatlarda foiz so'zini ham ishlatsak bo'ladi. Foiz bilan proba, ya'ni bir-biriga juda ham yaqin, aytilishi boshqacha, uni ham sinonim tushunchalar, lekin foiz termini bu oltin, zargarlik dunyosida qo'llanilmaydi, lekin qo'llansanglar ham noto'g'ri bo'ldi degani emas. Ya'ni bilasizlar, foiz 100 dan 1 nisbatini aytiladi. Ya'ni bitta narsani 100 dan 1 deb aytiladi. Proba esa o'shani 1000 dan 1 hisoblanadi. Karat bo'lsa 24 ga eng yuqorisi, ya'ni foizda 100 desak, karatda eng yuqorisi 24 hisoblanadi. Ya'ni 24 karatimiz bizada 100% yo'lmasa 1000 probaga teng bo'ladi. Hozir doskaga yozib qo'ydim. Foizni ishoralarini ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu foiz ishorasi ko'rish hamma bo'ladi. Ya'ni bu 100 dan 1 ga teng bo'ladi. Probani ishorasi bu ikkita nuqta bo'ladi pastda va bu 1000 dan 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni 100% desak, yo'lmasa 1000 proba desak, ikkalasi bir xil kuchga ega bo'ladi. Ya'ni buni 50% deydigan bo'lsak, buni 500 proba bo'ladi. Ya'ni foizni 10 ga ko'paytirsanglar, probadagi qiymati kelib chiqadi. Lekin karatda biroz boshqacha. Buni kalkulyatsiya qilib, proporsiyali qilsanglar to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 24 degani 1000 ga probaga teng, ya'ni 100% ga teng degani. Shuni hozir yana keyingi misollarimizda to'liqligicha ko'rsatib o'tamiz. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q probani. Odamlar ba'zilar tushunishmaydi. Masalan, 585 proba nima, 583 proba nima. Boya o'tganimda 583 probani 10 ga bo'lsanglar, foizi kelib chiqadi. Ya'ni sizlarni deylik, bitta uzuginglar bor. Uzuni grammi deylik 10 gram. Endi 10 gram bo'lishi qiyin, uzuni og'ir bo'lib ketadi. 10 gramlik tasavvur qilaylik, 10 gram. 10 gramingiz 585 probada. Bu 585 proba degani siz 10 gram uzuv taqdingiz degani emas. Shuni yaxshilab eslab qolinglar. 10 gramlik 585 probali uzugim bor degani sizda 10 gram tilla bor degani emas. Sizda necha gram tilla bo'ladi? Ya'ni 58.5 foizigina, mana shu 10 gramlikni 58.5 foizigina toza tilla hisoblanadi. Ya'ni ko'pchilik biladi, 4.9 probali tilla deymiz. Shu 4.9 probalikni 58.5 grami, 585 grami 58.5%igina toza tilla hisoblanadi. Uni 10 gramni gramga o'giradigan bo'lsa, 585 gram hisoblanadi. 585 gram. O'shaning uchun adashmaydi. Sizlarda tilla buyum bo'ladigan bo'lsa, agar bu probali bo'ladigan bo'lsa, mana shuncha kilo tillam bor, yo mana shuncha izlaylar bor, kilos tillam bor desangiz xato bo'ladi. Ya'ni uni tillasini tarkibida mis, kumush, sink 1 grammi 1000 so'm ham turmaydigan elementlar, metallar bo'ladi. U ya'ni sizga umuman foydasi yo'q. Uni ertaga sotaman desangiz ham sizga oltin narxida hech kim olib qolmaydi. Tekinga ham olib qolmaydi uni bersanglar ham. O'shaning uchun buni yaxshilab tushunib olish kerak. Proba degani bu tilla buyumlarni, oltin mahsulotlarni qanchalik sofligini ko'rsatib beradigan ko'rsatkich, ya'ni o'lchov birligi hisoblanadi. Bularni sizlar bilan hozir misollarda ko'rib chiqamiz. Asosiy adashadigan narsa, ko'pchilik savol beradigan narsa, 585 proba bilan 583 probaning nima farqi bor?
hech qanaqa farqi yo'q. Ya'ni o'rtasida 2 proba, ya'ni 0,2% grammida farqi bor. Tillani sofligida farqi bor. Uni sizga hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi. Uni esdan chiqarsanglar bo'ladi. Sizlar o'zingiz uchun sodda qilib tushunadigan bo'lsa, 583 proba bilan 585 proba bir xil narsa. Nimaga bir xil narsa deyapman? Ya'ni hozirgi kunda uni tekshiradigan apparatlar bor. Biz metanalizatorlar deymiz, ya'ni biz o'zimizda Fisher apparatlarini sotamiz, metallarning tarkibini aniqlashtirishda. Ya'ni Fisher apparatlarimiz ham 1:1 100% uni aniq ko'rsatmaydi. Unda bir proba plus minus bo'lishi mumkin. Men aytmoqchi bo'lgan narsam 583 probangiz aslida 584 bo'lishi ham mumkin, aslida 585 bo'lishi ham mumkin. Sizga kimdir buni probasi 583 ekan desa, unga hech qachon 583 ekan deb aytmang. Ya'ni u xohlasa 582 ham bo'lishi mumkin, yo 585 ham bo'lishi mumkin. U plus minus bo'lishi aniq. Ya'ni hech kim uni aniq 1:1 583 probani 583 yo 585 probani narsani mana bu 585 probali narsa deb ayta olmaydi. Unda baribir plus minus xatoliklar bo'ladi. O'shaning uchun uni kimdir sizdan so'rasa 583 proba nima, 585 proba nima desa, u ikkalasi bir xil narsa deb qabul qilsanglar, haqiqatga to'g'ri kelaveradi. Xo'p, bularni tushundinglar? Proba, foiz va karatlar hammasi sinonim tushunchalar. Ya'ni tillarga biz aytadigan o'lchov birligi, ularni yozilishi farqli. Masalan, biz 1 santimetrni 10 millimetr deymiz. U ikkalasi ham bir xil. Siz 1 santimetr desangiz ham to'g'ri keladi, o'sha uzunligi, 10 millimetr desangiz ham o'sha uzunlik bo'ladi. Hech qanaqa farqi bo'lmaydi. Faqat ikki xil aytilishda aytasiz. Bizda ham xuddi shunaqa. Agar 585 probali narsani 58.5% desak bir xil hisoblanadi. Yo'masa 14 karat deymiz. 585 probaga, ya'ni 583 probaga to'g'ri keladi. Uni 14 karat deb aytiladi. Uni aytsangiz ham 585 14 karat ekan desangiz ham, u hech qanaqa sizga noto'g'ri ma'lumotni yo noto'g'ri tushunchani olib kelmaydi. Faqatgina sinonimlardan foydalanayotgan bo'lasiz. Lekin ma'no bitta bo'ladi. Shularda adashmaylar. Yana bu probani nimaga taqqoslashimiz mumkin? Probali tushunchalarni, tillalarni agar toza tilla ishlatsak, uni tan narxi oshib ketadi. Ham yumshoqroq bo'ladi metal. Metal yumshoqroq bo'lgani hisobiga bu asosiy sabab emas. Yumshoq bo'lish sababi hozirgi texnologiyalar orqali uni qattiq holatga keltirish mumkin. Hozir shunaqa texnologiyalar bor. Metallarni, toza metallarni ham, o'sha toza oltin 49 probali oltinlarni ham qattiq holatga bemalol keltirishimiz mumkin. Lekin uni tan narxini oshib ketish hisobida ko'pchilikni xarid qobiliyati bo'lmaydi. Ya'ni uni hamma ham sotib olish imkoniyatiga qiynaladi. Ya'ni nima demoqchiman? Ikkita uzugimiz bor. Ikkalasini ko'rinishi bir xil, dizayni bir xil, hamma tomonlama bir xil. Ko'rsangiz ajratishingiz qiyin bo'ladi. Bu ham sariq rangda, bu ham sariq rangda. Lekin uni sotayotganingizda bunisiga masalan 5 so'm to'lasangiz, bunisiga 10 so'm to'lashingiz kerak, yo undan ko'p, yo 15 so'm to'lashingiz kerak. Lekin siz bir xil narsa olasiz. Shuning uchun ham bizda probalarni qilinadi. Probalarni qilinishidan sabab ham shu, ya'ni xarid qobiliyatini kuchaytirish maqsadida ham ko'p holatda qilinadi. Va ikkinchi sababi ham bor, qizil rangi keltirish. Ya'ni bizda 750 proba yo'qmasa undan baland probalarni qizil rangi keltirish imkoniyati yo'q. Ya'ni oltinning rangi qizil rangi keltirish to'g'ridan to'g'ri bu ligaturalar orqali keltirish imkoniyati yo'q. Uni rodi, galvanika yo'llari bilan keltirsa bo'ladi, lekin metalni bir-biriga qorishtirib keltirish imkoniyati yo'q. Shu bois ham biza past probali tilla buyumlarni ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. Bu yana ikkinchi sababi. Birinchisi xarid qobiliyatini ga ta'siri bo'lsa, ikkinchisi ranglarini keltirishga aloqasi bor, to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarishga. Men bilganim shu ikkita asosiy sabab, yana boshqa sabablari. Uchinchi sababini endi metalli qattiq yumshoqligi deb aytishimiz mumkin. To'g'ri, ko'p holatda toza metal, toza oltin yumshoq bo'ladi, lekin hozirgi kunda u o'zini kuchini yo'qotgan o'rnida. Lekin yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, shu yerda shu gapimni eslab qolsanglar, ya'ni oltin buyumlarni xarid qilayotganda siz past probali oltin buyumlarni xarid qilganingizda siz qiymatini kam qiymatli mahsulot sotib olgan bo'lasiz. Ya'ni uni nima bilan taqqoslaymiz? Ikkita atirimiz bor. Bittasi ko'pchilik biladi, tualetniy voda deymiz, ikkinchisi parfyum deymiz. Ya'ni parfyumda to'laqonli atir bo'ladi, ichida tualetniy vodada unga suv aralashtirilgan bo'ladi. Lekin ikkalasi bir xil o'lchamda, bu ham 100 gram bo'lsa, bu ham 100 gram bo'lsa, sizga hidida ozgina farqlar bo'ladi, to'g'ri, hidini men bir xil bo'ladi deb ayta olmayman, lekin pashti yaqin hid keladi sizga. Lekin buni arzonroq qiymatga olasiz, buni qimmatroq qiymatga olasiz, keyin uzoqroq ham turadi. O'sha tomonlarning farqi bor. Probalarda ham shunaqa. Agar siz
izdeliyalarni ko'pligi menga muhim desangiz, izdeliyalarni ko'pligi muhim desangiz, unda past probali tilla buyumlarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hech qanaqa sizga ziyoni yo'q. Sizda assortiment ko'p bo'ladi va uni kamroq, ozroq summaga, ya'ni ozroq qiymatga olishingiz mumkin, lekin dizayn ko'rinishlari bir xil bo'ladi. Agar yo'q, menga tilla umumiy mahsulot olay, ertaga qiymati ko'p bo'lsin, sotganimda ham qimmatroq qaytib kelsin desanglar, unda kattaroq baland probali tilla buyumlarni olsanglar hech qachon yutqizmaysizlar. Ya'ni uni qiymati hech qachon tushmaydi. Ko'tarilsa ko'tariladi, tushmaydi. Lekin past probali tilla buyum oldik desanglar ham hech qachon yutqizmaysizlar. Sababi sizlar sotayotganingizda ham o'sha olgan kundagi grammiga qarab turib sotayotganda ham o'sha grammdagi oltinni hisoblab turib sotasizlar. Ya'ni 58.5% oltin olgansiz qaysidir kuni, sotayotganingizda ham o'sha 58.5% oltinni hisoblab turib sotasiz. Unda ko'p ham sotib qo'ymaysiz, kam ham sotib qo'ymaysiz. Unda ham shunaqa bo'lmaydi, hech qanaqa plus minus bo'lmaydi. Lekin kam bo'lib tursin, lekin qiymati ko'proq bo'lib tursin desa, baland probali tilla mahsulotlarni olishinglarni tavsiya qilaman. Keyin ko'pchilik tilla slitkalarni olishim yaxshimi, slitkalar olsam ko'proq nima qilar ekanman, foyda bo'lar ekan degan tushuncha gapiradi. Qaysidir ma'noda to'g'ri, qaysidir ma'noda noto'g'ri. Meni o'zim fikrim bo'lganimda agar katta miqdorda oltin xarid qilmasam, men zargarlik buyumlarini xarid qilib qo'yardim. Sababi zargarlik buyumlarini xarid qilganingizdan keyin uni qo'llana olasiz. U bu joyga taqib bora olasiz. Yo o'zingiz rohatlana olasiz u zargarlik buyumidan. Hammada emotsiya bo'ladi baribir. Nimadir, masalan, o'zim soatim bor. Ba'zida qimmat soat bo'lsa, o'zim qarab emotsiyaga beriladi. Zargarlik buyumlarni ham shunaqa. Agar siz slitka oladigan bo'lsangiz, uni o'tga qo'yasiz, bo'ldi, turadi, esdan chiqarasiz. Siz qachon kerak bo'lganini sotasiz. Unda pulida ozgina mehnatidan to'g'ri tilla buyum xarid qilsangiz, mehnati uchun ozgina ko'proq pul to'laysiz, lekin o'sha to'laganingizga yarasha siz emotsiyani olasiz o'zingiz uchun. Uni taqasiz, kerak bo'lsa boshqacha qilib gapiradigan bo'lsangiz, maqtanasiz birovlarga borib, yo o'zingiz maza qilasiz. Shu tomonlama meni o'zimning tavsiyam, agar oltinda investitsiya qilmoqchi bo'lsanglar, juda ham katta miqdorda bo'lmasa, olmoqchi bo'lgan oltininglar zargarlik buyumini olib qo'yinglar. 100 grammgacha bo'ladigan bo'lsa, masalan deylik, 100 grammga siz juda ham ko'p oltin buyum ola olmaysiz. Hozirgi kunda masalan bitta komplektimiz 10 grammcha hisoblasanglar, 10 ta komplekt uzib olasiz. Demasa bitta zanjir, panjir, общий komplekt oladigan bo'lsanglar, 3 ta 4 ta komplektcha ola olasizlar brasletlar bilan. Endi kimga qanaqa? Uni o'zidan kelib chiqib oladi, lekin 100 gramm, 200 grammgacha bo'lsa, zargarlik buyum tilla xarid qilishlarini so'rab qolaman. Tavsiya qilib qolaman, so'rab qolmayman, uzr, tavsiya qilaman. Agar oladigan oltininglar juda ham ko'p bo'lsa, pulinglar juda ham ko'p bo'lsa, uni pulinglarni investitsiyani oltinni qilmoqchi bo'lsanglar, unda tilla slitkalarni, ya'ni gold bar deydi, o'sha slitkalarni olib turib, bitta joyga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin undan foydalana olmaysizlar, shu bitta joyda yotadi. Hozir probalarni sizlar bilan kengroq ko'rib chiqamiz va oltin buyumlarni tarkibidagi oltinlarni, sof oltinni qanaqa hisoblashni o'rgatamiz. Ko'rib turganingizdek, chap tomonda probalarni yozganmiz va probalar foiz bilan boya aytib o'tganimizdek teng qiymatga to'g'ri bo'ladi. Ya'ni probalarni 10 ga bo'lsangiz, foizi kelib chiqadi. 333 probani 10 ga bo'lsa, 33 onda 3%. Juda ham oson, uni o'zingizlar hisoblashinglar. 585 58.5% ga, 750 proba 10 ga bo'lsa 75% ga va 900 probalarimiz 90%. Nima proba bo'ladigan bo'lsa 10 ga bo'lsa, ularni bizga foizdagi qiymati kelib chiqadi. Ya'ni oltin tarkibi qanchalik oltin sof oltin borligini bilib olsangiz bo'ladi. Endi bularni masalan 585 probali tilla mahsulotlari O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lganiga, boya aytib o'tganimdek, sizda masalan 10 gramm yoki 100 gramm tilla mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, sizda 100 grammlik tilla bor degani emas. Boya aytib o'tganimdek. Hozir o'shalarni sizda uni qanaqa sof oltinini hisoblashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bularni o'chirib yuboramiz. Misol uchun deylik, misol uchun 1 grammda emas, endi sal tushunish oson bo'lishi uchun biza 10 grammni hisoblaylik. 10 gramm. Buni hisoblash osonroq bo'ladi. Uni kalkulyator kerak emas. Ya'ni 10 grammli bizada tilla mahsulot bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'p holatda bitta komplekt, ya'ni uzugimiz va ikkita ziragimiz ko'p holatda 10 grammga yetib borishi mumkin. Hozir yengillam bo'lib ketdi-yu. 10 grammda hisoblasak, 10 grammni bizada 585 proba hisoblanadi bu. Ya'ni 10 grammimiz 585 probada. Buni hech qachon sizlar
585 10 gram oltinim bor deb aytolmaysizlar, sof oltinim bor. Buni sof oltini 58 emas, endi 585 gram bo'ladi. Qanaqa hisobladim? Ya'ni 10 gramni 58.5%igina 585 probada foizni esinglarda keltirsanglar, 58.5%igina sof oltinligini bildiradi. Ya'ni buni 10 gramni ichidan 58.5%ni ajratib olsak, bizaga 585 gram oltin kelib chiqadi. Bu degani sizlarda toza ertaga uni sotaman desanglar, mana shu 585 gramini sizlar sotayotgan paytinglarda hisoblab olib qoladigan sof oltinni hisoblanadi. Shuni eslab qolinglar. Qolgan 41,5%, ya'ni 415 grammi bu sof oltin 4.9 deylik. 4.9 probali tilla bo'lsa, 585 grammi, bu yog'i mis bo'ladi. Ko'p holatda, juda ham ko'p qismi kumush ham bo'lishi mumkin. Kumush bo'lishi mumkin, sink bo'ladi. Shu o'ziga qo'shadigan metallar bo'ladi. Uni qilib o'tiraman, mana ko'rib turganinglarda, mana shu oltinlarga qo'shiladigan ligatura deb aytamiz. Ya'ni bu zargarlarimiz o'zligi probani keltirish uchun shunaqa ligaturalardan, mislardan foydalanishadi. Nimaga foydalanish sabablarini aytib o'tdik. Ya'ni xarid qobiliyatini oson bo'lishini hisobiga, ranglarni keltirish hisobida va shunga o'xshagan holatlarda. Yana qo'shimcha qilib aytishimiz kerak, haligi ligaturalarning qo'shilishini bizda rang va probalarni xarid qilish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi desak, uchinchi holatda metallarning qattiq bo'lishiga ham bunaqa ligaturalar juda katta yordam beradi. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerak. Bekordan bunaqa mislarni bekorga qo'shilmasligini aytib o'tishimiz kerak. Endi sizlarga sal murakkabroq formulasini, murakkabroq emas, aslida hozir 10 gramga nisbatan oson hisob-kitob qildik. Ya'ni 585 ni 585 dedik, qolgan 41,5%ni 415 gram qildik, 10 gram bo'lgani uchun. Endi buni sal boshqacharoq, qiyinroq gramda ko'rib chiqamiz. O'zingizlar uyingizda graminglar bo'lsa, tilla mahsulotingiz bo'lsa, o'zingizlar uchun hisob kitob qilishingizga ham sizlarga bitta misol bo'ladi. Tasavvur qilaylik, bizda 10 gram emas, bizda 27 gram tillamiz bor. Sal qiyinroq bo'lish uchun men 27 ni ishlatyapman. 27 gram deylik, 585 probali tilla mahsulotimiz bor. U bilasizlar 58.5% bo'ladi. Buni nima qilamiz? 27 ni gramni ko'paytiramiz 58.5% ga. Kalkulyatorlar bo'lsa, o'zingizlar uydagi tillarni ko'paytirib ko'ringlar. Menda hozir kalkulyator bor. Hop, kalkulyatorimizni olamiz. 27 ni ko'paytiramiz 58.5% ga. Foizni qo'shamiz va bizaga 15.795 keldi. Buni biza umumiylashtirish uchun 15.8 hisoblasak bo'lar ekan. 79 ni 15.8. 15.8. Bu nima degani? 15.8 bizada 3.9 bo'lmasa 4.9 probali tillamiz borligini bildiradi. Boyaga aytib o'tgan narsam, ya'ni 27 gramli 585 probali tilla mahsulotinglar uyda bo'lsa, u degani sizlarda 15.8 gram sof oltininglar borligini bildiradi. Bu 585 probaga nisbati. Endi buni biza 750 probali mahsulotinglar bo'lsa, uni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni 750 probali mahsulot bo'ladigan bo'lsa, 750 ni ham yozib qo'yaylik bu yoqqa. 750 probali mahsulotimizni 27 ni ko'paytiramiz 75% ga. 75% ga. Xo'p, uni kalkulyator orqali ko'paytiramiz, 27 ni ko'paytiramiz 75% ga. Ya'ni bizada 20-25. 20-25 gram kelib chiqyapti. Bu ham 3.9 yoki 4.9 probali teng bo'ladi. Ya'ni ko'rib turishingizdan ajratib qo'ying, sal ko'rinishga oson bo'lish uchun. Bu nima degani? Biza
qaranglar, 27 grammlik izdellik sotib olsak, probasi ikki xil. Bittasi 585 probali, ikkinchisi 750 probali. U degani 75% buni olganimiz ichida tillasi bor degani, ikkinchisida 58.5% tillasi bor degani. Ya'ni kelib chiqadiki, biz 27 grammdan biz примерно 16 gramm sof oltin olsak, ichini eritib olsak, oltinni ajratib olsak, примерно 16 gramm oltin sof oltin olamiz. Bir xil og'irlikda. 27 grammdan bo'lsa 75% bo'lgani uchun ichidan 20 grammdan ko'proq oltin olamiz. Bu o'zingizlar uchun bilib olishingiz mumkin. Baland probali tilla mahsulotni oldinglar degani sizlarni mulkinglar, ya'ni investitsiya qiymatlari yuqori bo'ldi degan bildiradi. Sizlar bilan endi karatlarni ko'rib chiqamiz. Boya videoni boshida aytib o'tganimizdek, karat, proba, foiz tushunchalari sinonim tushunchalar. Bitta ma'noni bildiradi, lekin aytilishi boshqacha. Karatni eng baland probasi 24 karatga tenglashtiriladi. Ya'ni uni eng balandi, masalan, probada 1000 bo'lsa, foiz 100 bo'lsa, karatda 24. 14 karatimiz 583 ga to'g'ri keladi, 18 karatimiz 750 ga to'g'ri keladi, 24 karatimiz 49 probali bo'lsa 100% toza tillaga to'g'ri keladi. Ko'pchilik aytib o'tadi, 100% tilla bo'lmaydi, u bo'lmaydi, bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Bo'ladi. U tillani siz 100% ajratish uchun sizga $1 million laboratoriya kerak bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, tilla juda ham tarkibida juda ham kam 5 ta nuqtadan keyingi bo'lgan sonlarida qanaqadir elementlar bo'lishi mumkin. Masalan, kumush qolib ketishi mumkin, yana nimadir elementlar qolib ketishi mumkin Mendeleyev jadvalida, lekin u juda ham mizr hisoblanadi. Uni siz o'ylashga ham aqlimiz yetmaydi. Uni faqatgina $1 million laboratoriyalarda garaj analizlar qilib turib tekshirishimiz mumkin. O'shanga biz 1000 probali tilla ekan, 100% li tilla ekan, toza tilla ekan desa, kimdirlar negativchilar chiqishi mumkin. Bu tilla 100% bo'lmaydi, yo 1000 proba bo'lmaydi, u 4-9 bo'ladi, bunaqa deydi, lekin tilla 5 ta 0 dan keyingina o'zini chalasini qoldirib ketishi mumkin. 5 ta 0 degani o'sha 100% da masalan 2 ta 0 bo'ladigan bo'lsa, masalan 2 ta 0, 5 ta 0'imizda 10 mingdan biriga yo 100 mingdan biriga aytyapman men. Qanaqadir qo'shimchalar qo'shilgan bo'lishi mumkin. O'shanga toza tilla desak, uni 100% tilla yoki 1000 probali tilla deyishimiz bemalol aytsak bo'ladi. Sababi uni chuqurlashadigan bo'lsak, hech qanaqa narsani biz 100% so'zini ishlata olmaymiz. O'shanga tillalagan bemalol 100% tushunchasini ishlatib o'tamiz. Bu qo'shimcha aytib o'tdim. Ba'zida odamlar tortishib qoladi. Uni tortishga hojati yo'q. U juda ham mizr narsalar, gapirishga arzimaydi uni temasida. Karatlarni formulasini ko'rsatib o'tdim. Formulasi juda ham oson. Istalgan karat sonni, siz eshitgan istalgan karat sonni 24 ga bo'lasiz. Masalan, 14 karat deyotgan bo'lsa, 14 bo'lamiz 24. Ko'paytiramiz 1000 ga. Ya'ni bizda 583.3 soni kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda dumi ham bor, 13. Men umumiylashtirib o'zi 583 qilib qo'ydim. Karat so'zi juda ham oson so'z. Ya'ni sizda 14 karat degani 583 proba degani. Ya'ni bu 58.3% sof tilla oldingiz degani. O'sha olgan narsangizdan 58.3%gina toza tillaligini bildiradi. 18 karat deydi, ko'pchilik Dubayga borsa eshitadi, yo 20 karat, 22 karat deydi. Uni ham bemalol shu formula asosida hisoblashingiz mumkin, karat formulasini. Siz uchun, o'zingiz uchun bitta misol, kalkulyator bo'lsa yo telefoningizdagi kalkulyator orqali masalan hozir bu yerda 14, 18, 24 ko'rsatdi. Siz o'zingizga 20 karatni yoki 22 karatni kalkulyator orqali shu formulaga qo'yingda, istalgan sonni 24 ga bo'lib 1000 ko'paytiring, sizga probadagi soni kelib chiqadi. Ya'ni uni foizini bilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 10 ga bo'lasiz va 10 foizi kelib chiqadi. Yo'qsa foizni shuni o'zida ko'rmoqchi bo'lsangiz, 1000 ga ko'paytirmasdan 100 ga ko'paytirasiz. O'shanda sizga foizi kelib chiqadi. Videomiz nihoyasiga yetib boryapti. Sizlar bilan karat va probalar haqida gaplashdik. Sizlarga tushunarli va manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Yana bu savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Yana qo'shimcha ravishda aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston tillalari degan gaplar bor. Yo rossiyskiy tillalar, eski sovet tillalari yaxshi edi degan narsalar bor. Yo turetskiy tillar degan narsalar bor. Bularning hammasi bitta narsa. Hech qachon Turkiyaning tillasi O'zbekistonnikidan yaxshi bo'lib qolmaydi. Bilingki, agar probasi siz aytayotgan probaga teng keladigan bo'lsa,
uni narxida, sifatida hech qanaqa farqi bo'lmasligi mumkin. Faqatgina dizaynida, uni ishlab chiqargan texnologiyasida farqi bo'lishi mumkin, to'g'ri. Ba'zi texnologiyalar bor, uni odam qo'li bilan qila olmaydi. Uni faqatgina apparatlar qilishi mumkin. Uni o'shaning uchun bu italyanskiy texnologiya qilingan, buni masalan O'zbekistonda qilib bo'lmaydi, texnologiyasi qiyin, uni faqat Italiya ishlab chiqara oladi deb aytishingiz mumkin. Lekin tillaga nisbatan bu ma'lumotni bera olmaysizlar, tushunchalarni. Sababi tillarning sifatiga hech qachon italyanskiy tilla yaxshi degan tushunchani bildirmaydi. Tilla hamma joyda, xoh O'zbekiston bo'lsin, Antarktika bo'lsin, xoh Amerikaning istalgan nuqtasida bo'lsin, tillarni probasi, sifati, rangi hamma joyda bir xil bo'ladi. Agar o'sha analiz qilganingizda foizlar to'g'ri kelsa bo'ldi, tamom. O'shanisi eng muhimi. Boshqa tomondan aytadigan bo'lsak, haligi aytib o'tganimdek dizaynlari, uni texnologiyasi sizga yoqayotgan bo'lsa, unda alohida ajratib, ha bu mana zo'r texnologiya qilingan, odam uncha-munchasi qila olmaydi deb maqtansangiz bo'ladi. Lekin tillarning sifati bilan maqtanmasliklarni tavsiya qilamiz. Sababi tilla hamma joyda bir xil hisoblanadi. Undan keyin O'zbekistonda ham xabaringlar bor, oxirgi 5 yilda juda ham katta tez sur'atlarda zargarlik sohasi rivojlanyapti. Prezidentimizning o'zlarini qo'llab-quvvatlashlari orqali ham juda ham ko'p investitsiyalar kelib kelyapti. Chet davlatlardan, chetda ishlayotgan kompaniyalar O'zbekistonda kelib ishlab chiqarishni boshlayapti. Undan tashqari o'zbek firmalari ham o'zi bu chet davlatlarda o'rganib, shu yerda ishlab chiqarishni boshlab, chet davlatlardan umuman qolishmaydigan zargarlik buyumlarini ishlab chiqarishyapti. Uni biz o'zimiz shu sohaning ichida bo'lganimiz uchun o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun O'zbekiston tillalariga past baho bermasliklarini tavsiya qilib qolaman. Sababi O'zbekiston tillalari xudo xolisa hali jahonda yetakchi brendlardan bo'ladi degan umiddamiz. Barchaga rahmat. Sizlar bilan xudo xolisa yana bunaqa zargarlik dunyosiga oid ma'lumotlarni, sizlarni zargarlik dunyosini bilimlari haqida ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz.